Mebelni o'zini tan narxida 100 gacha yetib borishini xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Sultan Mebel jamoasi sizlarga rad qilib bo'lmaydigan taklifni beradi. Men birma-bir sanayman. Sizlar kommentariyada yozib, nechta taklif bo'lganini aytasizlar. Qaranglar, birinchisi 500 ming so'm zakat tashlaysiz, mebel uyiga yetib borgandan keyin qolgan pulni berasiz. Zo'rmi? Ikkinchi taklifimiz Dastavka O'zbekiston bo'yicha bepul. Uchinchi taklifimiz quyidagi mebellarga 1 million so'mgacha chegirma e'lon qilganmiz. O'zimizning platformalarimizda juda katta qiziqish bildirilgan Istanbul modelimiz do'stlar. Yangi yilga aksiya qilib 11 million so'm qo'yganmiz. Sizlar uchun 31 dekabr 1 yanvar sanasigacha zakaz qilgan mijozlarimiz uchun 10 million so'm. O'zini tan narxida 100 gacha yetib boradi. Sultan Mebelni rasmiy YouTube sahifasida 2 million 200 ming marta ko'rilgan panda modeli e'tiboringizda do'stlar. 8,5 million so'm yangi yilgacha skidka qilganmiz. Sizlar uchun faqat bizga obuna bo'lganinglar sababdan 7,5 million so'mga uylargacha yetib boradi. O'zimizga o'xshagan oila bemalol ishlata oladigan komplekt 8 million so'm yangi yilgacha aksiya qo'yilgan. Sizlar uchun bizga bitta obuna tugmasini bosib qo'yganinglar sababdan 7 million so'mga uylargacha yetib boradi. Hozirgi kunda uyda remontini tanlamayotgan qaldirg'och modelimiz e'tiboringizga havola qilamiz do'stlar. Bu model juda chiroyli qilib ishlangan. 9 million 200 ming so'm o'zi aksiya narxida, sizlarga tan narxida 8 million 200 ming so'mga 100 gacha yetib boradi. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul. 500 ming so'm zakat tashlaysiz, qolgan pulni mebel 100 ga yetib borgandan keyin berasiz. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, skladda yotgan, hech kimga kerak emas bo'lgan modellarimiz 2025-yil eng ko'p sotilgan modellar. Shuni shukronasi evaziga do'stlar sizlarga shu narxda ilindik. Faqat buning uchun shu narxda olishingiz uchun bizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak.